malaka oshirishni reja qilayotgan yoki qayta tayyorlovdan o'tmoqchi bo'lgan shifokorlarimiz uchun juda ham qiziq mavzu haqida videomiz. Bizning universitetimizda qayta tayyorlov, malaka oshirish shifokorlar uchun 40 yaqin mutaxassisliklar bo'yicha biz ish olib boryapmiz. Albatta bu yerda tajribali o'qituvchilarimiz, professor o'qituvchilarimiz imtihon olib, ya'ni ular bilan dars mashg'ulotlari olib borilyapti. Kichkina tushuntirish beraman. Biz hozir Markaziy Osiyo tibbiyot universitetidamiz, Farg'ona shahrida joylashgan. Azzaka prorektorlar ushbu ta'lim-dargohida va bizni markazimiz, ya'ni tibbiyot tashkilotlarining litsenziyalash va akkreditatsiyalash markazi va ushbu maskan o'rtasida hamkorlik memorandumi bor. Bu memorandumning mazmun mohiyati o'sha hamkorlikda qayta tayyorlov va malaka oshirish kurslarini tashkil etish bo'yicha, ya'ni o'sha shifokorlar, hamshiralar malaka oshirish o'z ichiga oladi. Biz hozir muzeydamiz. Bu nafaqat oliygohimiz, balki klinikalarimizni birlashgan muzeydamiz. Hozir ko'rsatib boraman. Bu yerda oliygohga qo'shimcha bizni butun O'zbekiston bo'yicha 10 ta klinikamiz bor. Ularning ichida eng yirigi bu Farg'ona shahrida joylashgan Meridian klinikasi. Meridian klinikasida 8 ta o'zini operatsion blokiga ega bo'lgan, 20 dan ortiq yo'nalishda o'z ichiga olgan 160 o'rinlik tibbiyot ko'p tarmoqli markaz. Keyingisi bu hozirgi ayni paytda turgan binoimiz, ya'ni SAMU xalqaro tibbiyot universiteti. Bu tomonda qolgan klinikalarimiz Qo'qon tibbiy diagnostika, Marg'ilon tibbiy diagnostika, Medlab, Ibn Sino klinikamiz, stomatologiya klinikamiz. Bu klinikamiz bu yerda ham o'qishda bo'ladi. Stomatologiya fakulteti uchun shifokorlar malaka oshiradi bu yerda. Bu yangi binoimiz. Bu Qoraqalpog'istonda shifokorlar malaka oshirish akademiyasi endi ochilish bo'ladi. Hozir jihozlash davom etyapti. Bu yerda. Bu juda ham katta loyiha. Bu loyiha to'g'risida rektorimiz to'liqroq ma'lumot beradi. Eng quvonarlisi, prezidentimiz tomonidan aynan biz universitetimizga Qoraqalpog'iston ilmiy tibbiyot akademiyasini tashkil qilish vazifasi yuklatilgan va buni sizlarga yangilik sifatida aytishim mumkin. Yangi 2026-2027 o'quv yilidan Orol bo'yi hududidagi shifokorlarning malakasini oshirish, ya'ni 1200 kilometrdan Toshkentga kelmasdan, poytaxtga kelmasdan aynan Nukus shahrining o'zida bunday markaz tashkil qilinishi, prezidentimiz tomonidan bunday imkoniyatni aynan biz universitetimizga berishi mas'uliyatli vazifa. Bu universitetimiz o'zini shaxsiy jurnali, ro'yxatdan o'tgan Aktavus Samo. Bu yerda talabalarimiz, shifokorlarimiz, o'qituvchi domlalarimiz o'zlarining maqolalarini, tezislarini e'lon qilib borishadi. 3 ta tilda ekan-a? 3 ta tilda. Inglizcha, ruscha, o'zbekchada. Bu yuqoridagilar bo'lsa, bizning o'zimizning ustozlar yozgan, chiqargan kitoblari, tibbiyotga oid kitoblar. Talabalarimiz hozir bundan qo'llashyapti, ishlatishyapti, foydalanishyapti. Qisqa muddat ichida 50 dan ortiq kitoblar chiqardik. Universitetda dars berayotgan o'qituvchilari kitoblarimizlarni, professor o'zimizni doktor metanqularimiz, professorlarimiz, o'qituvchilarimiz chiqargan kitoblar. Hozir qancha masalan o'qituvchilar jamoasi, nechta o'qituvchi dars beradi? 600 dan ortiq. Ilmiy darajalari 50% dan ortiq. Zo'r. 50% dan, chunki oxirgi 2 yil ichida juda ham ko'pchilik PhD qildi. Ya'ni ilmiy daraja oldi. O'sha 600 yarim professor darajasida bo'lsa, qancha shunday jalb qildilar? Nimasi bilan jalb qilyapti? Universitetga oylikdan. Endi bu qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda u ham qaysidir qirrasini tashkil qiladi. Keyin xos qadama xorijlik talabalarga ko'zim tushdi. Xorijiy talabalar ham bor bizda. Turkiyadan bor, Qirg'izistondan bor, mana Hindistondan bor, Pokistondan bor. Ular ham o'qishyapti hozir ayni paytda. Shoshmang. Kutubxonada har bitta kitobga orqasiga chip o'rnatilgan, как plastik kartaga o'xshagan narsa. Buni ro'yxatdan o'tkazmasdan olib chiqib ketish mumkin emas. Agar ro'yxatdan o'tkazgandan keyin u talabani o'zining plastik kartasiga ro'yxatdan o'tib oladi. U talaba bunga javobgar bo'lib qoladi. Kitob o'qirlariga qiyin qislarda. Albatta.
Simulятsion markazimiz faoliyat olib boryapti. Eng oxirgi yuqori texnologik simulятsion robotlar bilan jihozlangan simulyatorlarimizda shifokorlar kelib o'z malakasini oshirib va inson qo'li qatnashmagan holatda shaffof tarzda imtihonlar topshiriladi. Simulятsion markaz bu tomon shifokorlar, magistrlar va klinik ordinatorlar uchun moslashtirilgan, u tomon talabalar uchun, bakalavrlar uchun. Chunki imtihonlari, o'skilari, amaliyotlari shu yerda bo'ladi. Xo'p, bu yerda ikkiga bo'lingan. Simulятsion center birinchisi bu tomon har bitta bo'limga modul qilingan, ya'ni savolda o'qiydi, ya'ni o'zbek, rus, ingliz tilida. O'zi kiradi mustaqil. Kirib bu yerda bemorga yordam ko'rsatadi. Birinchi yordam yoki rejali yoki reanimatsiya har bitta modulda o'ziga biriktirilgan yoki berilgan savolga javob beradi. Bu tomonda ustoz kuzatadi. Har bitta narsa kamerada yozib, zapis qilib boriladi. O shunda hozir imtihon jarayoni. Imtihon jarayoni. Ha, imtihon jarayoni bo'ladi bu yerda. Har bitta modul uchun alohida xola qilingan, ya'ni akushersiya, ginekologiya, pediatriya, kardiologiya, anesteziya, reanimatsiya, travmatologiya, kardiologiya har bittasiga alohida qilingan. Yursiz nari tomonni ko'rsataman. Bu yerda oddiy ukol qilishdan tortib homilani qabul qilishgacha bor. To'g'ri. Doyalik. Ha, doyalikgacha bor. Chorraha qilganmiz, atilib, hali rasmdek qilib o'xshatganmiz. Svetofor avtohalokat bo'ldi. Bemorda avtotravma bor. Talaba keldi yoki shifokor keldi, birinchi yordam ko'rsatadi. Fiksatsiya, invalidizatsiya qiladi, qon to'xtatadi. Bunda hammasi avtomatik qon chiqadi. Imtihon paytida. O'zi qo'yib qo'yiladi. Buni oladida tez tibbiy yordam mashinasiga joylashtiradi. Shu bilan bo'ldi. Statsionarga olib ketiladi. Bu jarayonda qon to'xtatish, immobilizatsiya qilish, fiksatsiya qilish, arterial qon bosimi, hushi, hamma narsaga shu yerda yordam berish mumkin. Birinchi operatsiyonimiz bu laparoskop apparat. Bu yerda faqat operatsiya qiladigan shifokor emas, buni yonidagi assistenti, anesteziolog, reanimator, hamshira, hammasi birdaniga gruppovoy baholanadigan, imtihon topshiradigan joy. Nafas olyaptimi ular? Oladi, nafas oladi. Hozir qaysi organdamiz? Biz jigarda ko'raman. Jigar mana bu tufayli. Bu tufayli. Har bitta tekkani yoki noto'g'ri qilsa minus ball qilaveradi. Minus ball, 5 ball, 10 ball, 20 ball imtihon oladi. Qo'lingiz sezishi, harakatingiz, tikishingiz, olishingiz bu hammasi tabiiy bilan bir xil. Ya'ni mana kesishlari mana ko'rinib turibdi. Buni bemalol komanda bilan ishlash mumkin laparoskopda. Hozir ham telemeditsina, robot jarrohlar rivojlanyapti-ku, buni zo'r o'rganib olsa, bemalol robotni boshqara oladi, robot jarroh. Bu yerda kardioxirurgiyamiz. Kardioxirurgiya bu yerda ikkita kardioxirurg amaliyot bajaradi. Monitorda hamma jarayonlar ko'rinib turadi. Anesteziolog, reanimator ishlaydi, transfuziolog ishlaydi. Yurakdagi amaliyotni bajaradi. Ya'ni AKSH, koronar shuntlash amaliyoti. Bu apparatimiz bu intervension kardiologiyaga stentlash amaliyoti bajariladi. Bu birga bir stent qo'yasiz, dori jo'natasiz. Eng qiziq joyini aytaymi? Bemor shikoyat qarang, nafas olyapti-yu, shikoyat bildiradi-da. Kichkina xatoga ham mulaj reaksiyasi bor. Reaksiya bor. Bu Pirogov apparatimiz yordamida Amerikadan keltirilgan. Talabalar bilan dars davomida ko'rib o'rganamiz. Masalan, endoskopik funksiyasida qavatma-qavat shu a'zolarni o'rganishimiz mumkin. Masalan, teri, undan keyin o'sha yog' kletchatkalari, muskul qavatlari, kesmalar olishimiz mumkin. Bu mana masalan, jigar, yurak, mudqa pog'onasi, ular orasidagi disklar, sistemalarga bo'lib ham o'rganib chiqamiz bu anatomiya kursini. Anatomiya va mikrobiologiya kafedrasida turibdilar. Men o'sha kafedraning mudiri professor Olitayev Fadil shifokor, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash a'lochisi Sodiq Madaminich bo'laman. Mana bu anatomiya dedik. Anatomiya shu meditsinani asosiy bir fundament fani hisoblanadi. Bundan 200 yil ilgari Muxin degan bir professor aytib ketgan, anatom bo'lmagan shifokor u nafaqat foydasiz, u hatto zararli hamdir degan.
mana shunaqa maxsus tayyorlangan murdalar bilan ish olib boramiz. Talabalar buni ko'rish kerak, bilish kerak. Endi bu murdalar bilan ishlanish qadim tarixiy bizilmada. Birinchi o'sha Galen degan olim, shu kardinalni vrachi, shaxsiy vrachi, o'sha qatl etilgan murdalarni yorib ko'rsatib o'qitish kerak degan. Keyin uni Gippokrat, tibbiyotning otasi deyiladi o'sha Gippokrat, keyin murdalarni ishlay boshlaganda unga qarshilar chiqqanda, keyin o'shanda shu Gippokrat aytgan murdalar tiriklarni o'qitish kerak. Xuddi shu iqtibos mana turibdi. Ha, mortu vivas docent deb qo'ygan. Morto vivos dos. Biz hozir virtual anatomiya xonasidamiz. Mana bu narsa VR ko'zoynak deyiladi. Hozir taqib ko'rsatiladi, sinab ko'ramiz. Talabalarga tushuntirib beraman mana juftligida. Siz harakatlansangiz bo'ladi. Ikkita bo'lim bor bunda, nazariy, amaliy bo'limi. Bitta bo'limda mavzuni o'rgatadi, tushuntirib beradi. Keyingi bo'limda o'sha a'zolarni ushlab ko'rsangiz, skelet bo'lsa, suyak bo'lsa. Bu xonamiz gistologiyaga asoslangan xonamiz. Bu xonamizda talabalarimiz gistologik preparatlarni o'rganishga muvaffaq bo'ladilar. Demak, gistologik preparatlarimiz 100 dan oshiq preparatimiz mavjud. Har bitta talabaga preparatlar beriladi va har bitta talabaning oldida mikroskoplar mavjud. Mikroskopda preparatlarni o'zi topib, hujayra darajasi, ya'ni hujayraning sitoplazmastik organoidlari, hujayraning yadrolarini ko'rib, Mana nima masalan qo'lingizdagi? kubsimon epiteliy. Bu qaysi organda bo'ladi? Epiteliy to'qimasi, xo'p, kubsimon epiteliy to'qima buyrak naychalarida bo'ladi. Endi biz buni ko'rgandan keyin bu yerda mikroskopda ko'rgandan keyin biz o'sha preparatni mana bu yerda ekranda demak ko'rsatib, keyin bir hammalarga tarqatishimiz mumkin. Mana mikroskopda har bitta talabalar preparat ko'rib, preparatni ko'rgandan keyin ko'rgan narsasini albomlarni ko'rsatinglar. Albomga ko'rgan narsasini eslab qolish qobiliyatiga ega bo'ladi. Sizga narsasini asoslab beradi. Saraton hujayralari ham bor. Yo'q, bizda o'sma hujayralari bizda mumkin emas o'qitishda. Yo'q, bizda patologik anatomiya, patologiyada o'tadi. Biz fiziologически здоровый o'liklar, norma bilan shug'ullanamiz. Patologiyasi ham bor. Patologiyani ham ko'rsatamiz. Mana bular patologiyalar. Faqat o'qisa bo'ldi-da hozir. Boshqa narsa yo'q, oldingi dafa bir muammoli narsa yo'q. Nima, elektron biblioteka ham bor. Internet bepul. Hamma yoqqa Wi-Fi qo'yib qo'yganmiz. Xolasa bundan kompyuterdan foydalansin. Kitob formani ko'rdingiz. Haligi fandan tashqari adabiyotlarni ham ko'rdingiz. Bemalol alohida xonada o'tirib o'qish ham mumkin-da. O'qisa bo'ldi. Bu qavatimizda faqat leksionli xonalar qilganmiz. Eng kattasi 300 o'rinlik, keyin 100 bo'lib ketadi. Oxirgisi xalqaro leksionli hisoblanadi. Bu qavatda ko'proq leksioner zallar joylashgan. Ma'ruza zallar bu eng yiriga, bu 300 o'rinlik. Bu yerda xalqaro konferensiyalar, kongresslar, shifokorlarga leksiyalar, talabalarga leksiyalar shu yerda o'tiladi. Nazariy mashq shu yerda o'tiladi. Bu yerda ham lektorga ham talabaga sharoit yaratilgan. Ya'ni ikkita tomonga monitor qo'yilgan, kolonkalar oxirigacha yetib boradi, yoritishi yaxshi, o'rindiqlar yumshoq. Yumshoq. Rahmat. Bu xalqaro anjumanlar, muzokaralar o'tkazadigan maxsus zal ekan. Menga eng yoqqan jihati xalqaro muhit bor joyda bizni bobolarimiz, ajdodlarimizning suratlari ilingan.